ro'za tutgan odam 100% ro'zasi Alloh uchun bo'ladi degani. Alloh uchun bo'ladi degani. 100%. Mana ertaga saharlikka turib og'zni bekitdingizmi, iftorlikgacha ro'zani ochadigan ishni qilmadingizmi, iftorda og'izni ochdingizmi, 100% sizni ro'zangiz aniq Alloh uchun bo'ladi. Hozirgi jum'ani siznikini aniq Alloh uchun demasligimiz mumkin. Mani shu yerda ma'vizam aniq Alloh uchun deya olmaysiz. Men qalbim biladi, Allohim biladi buni. Sizni ham qalbingiz biladi, Allohingiz biladi, Robbingiz biladi. Qalbimiz bilan oradagi Allohimizdagi munosabatni Alloh biladi. Hech kim bilmaydi buni. Lekin ro'za as-sawmuli va ana ajzi bihi degan Alloh. Alloh buni o'zi aytib ham qo'ygan. Ro'za faqat men uchun bo'ladi va uni mukofotini meni o'zimdan to'g'ridan to'g'ri oladi degan Alloh. Va ana ajzi bihi degani men uni mukofotini beraman degan.